Yettinchi sinf algebra ko'p xatlarni ko'paytirish mavzusini o'rganamiz. Xo'sh, bu bir xatni bir xatga ko'paytirish oldini o'tganmiz. Yana bir takrorlaylik. Qarang. X ga AX ni ko'paytirmoqchi bo'lsak, demak x bu yerda bitta daraja, bu yerda bitta daraja, darajalar qo'shiladi dedik ko'paytirilganda ax kvadrat bo'ladi. Agar x ni joyiga y bo'lganda ax y deb yozardik. Endi bir xatni ko'p xatga ko'paytirganda qanday ko'paytiriladi? Bir xat ko'p xatni har bir xatiga ko'paytirib chiqiladi va qo'shiladi. Masalan, x kara a plus b bo'lsa, x kara a ax bo'ladi, plus x kara b bx bo'ladi. Demak, bu bir xatni ko'p xatga ko'paytirilyapti. Xuddi shunday, ana ko'p xatda bu yerda ikkita xati bor edi. 3 ta xati bo'lsa ham xuddi shunday, nechta bo'lsa ham xuddi shunday davom etadi. Demak, har biriga e'tibor bering, har biriga ko'paytiriladi. Ax plus bx plus cx. Ko'rdik-a? Xo'sh, yana bitta misol ko'raylik. Ana bu misolda, masalan, 4x kvadrat ko'paytirilyapti. Ana shu ko'p xatga e'tibor bering. Ana 4x kvadrat ko'paytirilgan 3x kub. Ana bu bitta xatiga ko'paytirilyapti. Qo'shyapmiz. 4x kvadrat ko'paytirilgan minus 2x kvadratini e'tibor bering. Minus 2x kvadrat. Keyin ko'paytirilgandan keyin bu minus bu yoqqa chiqadi, lekin umuman har biriga ko'paytirib qo'shiladi. Umumiy qoida shu. Bu ishora keyin bu yoqqa chiqadi keyin. Endi bu yerda ana 4x kvadratni ana yana 6x ga ko'paytiryapmiz. Endi ko'paytirib chiqaylik. Bu bir xatni bir xatga ko'paytirish bo'lib qoldi, to'g'rimi? 4 kara 3 12, x kvadratga x kubni ko'paytirsak, bu asoslar bir xil, daraja qo'shiladi. 2 ga 3 ni qo'shamiz, x ni 5-chisi. Bu oldingi mavzularda o'rgangandik, to'g'rimi? 4 kara minus 2 minus 8 koeffitsiyenti x kvadrat kara x kvadrat, x ni 4-chisi. Darajalar qo'shildi. Bu yerda ham 4 kara 6 24, x kvadratga x ni ko'paytirsak, x ni kubi. Endi bu boshqa ixchamlanmaydi, chunki darajalari har xil bo'ladi. X ni 5-darajasi, x ni 4-chisi, x ni kubi. Bu yakuniy natija. Endi keling buni bajarib ko'raylik. Qarang, minus 2a ni 4-chisini ko'paytiryapmiz. Ana bu ko'p xatga. Ko'paytirganda, demak, minus 2 bilan 14 ko'paytirilsa minus 28. A ni 4-chisi, bu yerda bitta a bor, ana 5-chisi va b. Bo'ldi. Plus keyin buni ko'paytirishimiz kerak, lekin bu ana plus bilan minus minus bo'ladi, birdaniga minus yozilyapti. Minus 2 kara 2,5 minus 5 ana. Ani 4-chisini ko'paytiramiz b ga, ana 4-chisi b. Davom etamiz. Endi ko'p xatni ko'p xatga ko'paytirish mavzusiga keldik. Qarang. Bu ham ko'p xat, bu ham ko'p xat. Bu yerda endi 2 xat ko'rsatilgan, lekin masalan 3 yoki 4 xat bo'lsa ham farqi yo'q, bir xil xuddi shunday bo'ladi. Qarang, bu ko'p xatni har bir xatini olib, ikkinchi ko'p xatni har bir xatiga ko'paytiriladi. Qarang ana. Bunga ham ko'paytirilyapti, bunga ham ko'paytirilyapti. Ana xm qo'shilgan xn qo'shilgan bo'ladi-yu, yana buni keyingi xatini olib har biriga ko'paytiramiz ana. ym qo'shilgan ya. Ya'ni shu qoidaga amal qilib, hozir keyingi darsda misollarni yechamiz. Demak, ko'p xatni ko'p xatga ko'paytirish qoidasi shunday. Har bir xatiga ko'paytiriladi. Ya'ni har bir juftlik ko'rib chiqiladi. xm, xn, ym, yn. Hamma mumkin bo'lgan hamma kombinatsiyalar ko'rib chiqiladi bunday. Ya'ni har biriga ko'paytirib chiqiladi. 7-sinf algebra ko'p xatlarni ko'paytirish mavzusi. 47-bet, birinchi mashq. Ko'p xat va bir xat ko'paytmasini toping deyapti. Endi bu yerda minus 2 bir xat, bunisi ko'p xat qavsdagilar. Hammasida shunga e'tibor bering. Demak, bir xat va ko'p xat, bir xat va ko'p xat. Bir xat bilan ko'p xatni ko'paytirganda nima qilardik? Demak, qavsning ichidagi har bir ifodaga ko'paytirib chiqardik. Minus 2 kara 6 minus 12, minus 2 kara minus m, ikkita minus plus bo'ladi, plus 2m bo'ladi. Ikkinchisida ham xuddi shunday ko'paytiramiz. Demak, bu minus ko'paytirganda ikkita minus plus bo'ladi. 0.3 kara 0.9 0.127. Minus 0.3 ni ko'paytirsak c ga plus 0.3 c bo'ladi. Uchinchisi, bu yerda minus 4 ni ko'paytiramiz minus 2 ga. Demak, minus 2x ga bu plus bo'ladi. Ikkita minus bo'lganiga 8, 4 kara 2 8, 8x bo'ladi. Mana 8x. Endi 4 kara 5 20, demak minus 20y ekan.
To'rtinchisi 6a ni ko'paytirsak minus 3b ga. Demak, koeffitsient bilan koeffitsient ko'paytiriladi. 6 kara minus 3 minus 18. AB o'zi yoziladi. A bilan B yana AB. Bu yerdachi 6 kara A ko'paytiramiz 4C. 6 kara 4 24 AC yoziladi. Beshinchisi A kvadratni har biriga ko'paytiramiz. Demak, A kvadrat x minus A kvadrat y. A kvadrat x minus A kvadrat y. Oltinchisi demak, minus 4 kara 5 20. X bilan x ko'paytirilganda asoslar bir xilma, darajalar qo'shiladi. Bu 1, bu 1 daraja 2 bo'ladi. Demak, minus 20 x kvadrat. Minus 20 x kvadrat. Endi minus 4 kara minus 7 plus 28 bo'ladi. Koeffitsiyenti x bilan y eksi y gina. Yettinchisi 8c ni ko'paytiramiz 6a ga. Demak, koeffitsiyentlar ko'paytiriladi. 6 kara 8 48 AC bo'ladi. 48 AC. Keyin 7 kara 8 56, nima? Minus 56 BC yozildi. 8-inchisi x kubni ko'paytiramiz bularga. Bunda hammasi x e'tibor bering. Demak, asoslar bir xilmi? Demak, darajalar qo'shiladi. Darajalarga har biriga 3 qo'shib chiqiladi xolos. Bu plyuslik bo'lganiga ishoralar o'zgarmaydi. Demak, qarang. X ni 10-inchisi, 7-inchisi edi, 3 qo'shdik, x ni 7-inchisi bo'ldi. X ni 6-inchisi edi, 9 bo'ldi. X ni 4-inchisi edi, x ni 7-inchisi bo'ldi. Ya'ni bu kub bo'lsa darajalarni 3 ni qo'shib chiqdik har biriga. Ishoralar o'zgargani yo'q. 9-inchisi 7x y ni har biriga ko'paytiramiz. 7 bu yerda koeffitsient 1, demak 7 x bilan x kvadrat bo'ladi y. Demak 7 x kvadrat y. Bu yerda-chi endi 7x ylar asoslar bir xil y kvadrat bo'ladi. Demak 7x y kvadrat. Endi bu yerda-chi 7 kara minus 3 minus 21 koeffitsiyentni yozamiz. X ham y ham bor. Demak x kvadrat y kvadrat bo'ladi. X kvadrat y kvadrat. Ya'ni asoslar bir xil bo'lganda darajalar qo'shiladi har safar. Xo'sh. Endi 10-inchisi minus 4 ni ko'paytiramiz minus 8c ga. Ko'paytirsak, demak minus 4 kara minus 8 32 bo'ladi. Ikkita minuslik plus bo'ladi c. Demak 32c minus 4 ni minus 9 ga ko'paytirsak 36 d minus 4 kara 2 minus 8. 11-inchisi 1/2 ni ko'paytiramiz 0.6 ga. Ko'paytirsak 0.72, chunki ana virguldan keyin ikkita turibdi. 12 kara 6 72 ku. 0.72 ikkita virgul bu yoqqa siljiydi. 0.72 AB. Endi ko'paytirilganda bu minus, bu 1/2 ko'paytirilgan 1/8 minus 1/8 AC. C bu yerda, ana A bu yerda. Xo'sh, 12-inchisi ABC ni ko'paytiramiz A plus B plus C ga. E'tibor bering, har safar bittasini darajasi ko'payadi. A kvadrat BC. Nimaga? Chunki bu yerda A ikkita bo'lib qoldi. Bu yerga ko'paytirilganda endi B kvadrat bo'ladi. A B kvadrat C. Bu yerda-chi A B C kvadrat. Chunki asoslar bir xil, darajalar qo'shiladi. 13-inchisi bu yerda qarang, A bitta, B 3 ta. Demak, A B kub. Bu yerda hammasida A B bor. Demak, darajalarga A siga 1 ni, B siga 3 ni qo'shib chiqamiz. Ishora o'zgarmaydi, chunki bu musbat. Ana, demak, bu A kub B edimi? Ana bu A bilan ko'paytirilganda 1 qo'shildi. Ana 4-inchisi. Bu B 1 daraja edi, 3 ni qo'shsak B ni 4-inchisi bo'ldi. Minus o'zi 4, bu bitta bilan 5 ta bo'ldi. Ana 5-inchisi 5 ta, bu 3 ta bilan 8 ta bo'ldi. B ni 8-inchisi. Plus demak, A ni 7-inchisi bu bitta bilan ana 8-inchisi bo'ldi. B ning 11-inchisi bu 3 ta bilan 14-inchisi bo'ldi. Endi 14 qarang. Endi bu misollanishda eng murakkab bo'lsa kerak, qarang. Bu yerda koeffitsient bilan koeffitsient har bir darajalari o'sha harf ifodalari mos kelganlari darajalari oshadi. Masalan, -2 -3 +6 bo'ldi. 6. Bu yerda A bitta bor, bu yerda A ni 7-inchisi, demak A ni 8-inchisi bo'ldi. B ni kubi, bu yerda B ning 6-inchisi, asoslar bir xil, daraja qo'shiladi, B ning 9-inchisi. Demak 6A 6A ni 8-inchisi, B ning 9-inchisi bo'ldi. Ko'paytiramiz bu yerga -2 kara 8 -16. Demak bitta A, bu yerda 5 ta, A ning 6-inchisi, bu yerda 3 ta, bu yerda 2 ta, 5 ta bo'ldi, B ning 5-inchisi. Endi -2 kara -9 plus 18 bo'ladi. Bu yerda bitta A, bu yerda 4 ta, A ning 5-inchisi, bu yerda 5 ning 3-inchisi, B ning 11-inchisi qo'shsak B ning 14-inchisi bo'ladi.
15 minus 6,2 AB'ni ko'paytiramiz 5A minus 10B ga. Bu yerda 5 kira minus 6,2 minuslik bo'ladi. 5 kira 6 30, 6,2 kira 5 1 31. Demak, minus 31A ni e'tibor bering. Bu yerda A bor, bu yerda A bor. A ni kvadrati, B bitta, B ni o'zi. Endi minus bilan minus bu ikkalasi ko'paytirilsa plus bo'ladi. Ko'paytirsak 10 ga 62 bo'ladi. A bitta, B ikkita bo'lib qoldi. Bu yerda B ning kvadrati, A B ning kvadrati. 16-si. Xo'sh, bu yerda 0,1 bo'lganiga vergullar bitta-bitta siljiydi. E'tibor bering, koeffitsiyentlar 2, 5, 7 midi? 0,2, 0,5, 0,7. Ishoralar o'zgarmadi. Chunki 0,1 ga ko'paytirilganda vergul chapga bitta siljiydi. Endi x ni 5-chisimi? Bu yerda 5 ni qo'shib chiqamiz. X ni 4-chisi 9 bo'ldi, 6-chisi 11 bo'ldi, 11-chisi 16-chisi bo'ldi. Faqat to'q mashqlar YouTube'dagi Hikmat kanaliga va Telegramdagi Algebra 7 yechim kanaliga qo'yib boriladi. Agar siz juft plus to'q, ya'ni to'liq kitob yechimini xohlasangiz, Telegramdagi pullik kanalga ulanishni maslahat beramiz. 1 yillik obuna narxi bazaviy hisoblash miqdorining yarmiga teng. 2025-yil holatida bu 206 mingni tashkil qiladi. 1 yilga 206 ming. Agar siz oylik ulanishni xohlasangiz, 1 oyga bazaviy hisoblash miqdorining 10 dan 1 ga teng. 2025-yil holatida bu 41.200 so'mni tashkil qiladi. 1 oyga 41.200. Bog'lanish uchun Telegramda quyidagi adresga yozing. 7-sinf algebra ko'p hadlarni ko'paytirish mavzusi 47-bet 3-mashq. Rasm asosida algebraik tenglikni tekshiring va xulosangizni ayting deyapti. Ana birinchisiga namuna qilib ko'rsatibdi. Namunada 2 ko'paytirilgan x plus 3. E'tibor bering, bu 2, x plus 3 bo'lsa ana bu. Demak 2x plus 6, ana 2x plus 6 ana bu. Demak to'g'rimi? Bu to'g'ri. Demak bu qator bilan bu qatorni ko'paytirar ekanmiz. Endi bu 3 ni x ga ko'paytiramiz. Yana bu yerda qarang, 2 ni x ga ko'paytirdik 2x, 2 ni 3 ga ko'paytirdik 6. Bu yerda 3 ni x ga ko'paytiramiz. Buni hozir yozib olaylik ana. Bu birinchi holat edi. Endi ikkinchi holatga qarang. 3 ni x ga ko'paytirsak, ana bu yerga yozaylik. 3 qavchida x plus 3 day. 3 ni x ga ko'paytirsak 3x, 3 ni 3 ga ko'paytirsak 9, to'g'rimi? Demak, ana bu yerda 3 ni x ga ko'paytirsak 3x bo'lishi kerak edi. 6x yozilgan, demak xato. Xulosangizni ayting degani shu. To'g'rimi? Tekshiring deyapti. Tekshiramiz, bu xato ekan. 3 kira 3 9, bunisi to'g'ri ekan. 3x plus 9 bo'lsa, bu 6x, bu qismi xato. Endi bunisida 4 kira x, bu 4x bo'lishi kerak. 4 kira 3 12 bo'lishi kerak. Demak, ikkalasi ham xato. 4 qavchida x plus 3 deb o'ylang buni. 4 kira x 4x, 4 kira 3 12. Demak, bu xato. Shu, tamom. 7-sinf algebra ko'p hadlarni ko'paytirish mavzusi 48-bet 5-mashq. Ko'p hadni ko'p hadga ko'paytiring deyapti. Xo'sh, ana bu yerda x minus a bitta ko'p had, x plus y ikkinchi ko'p had. Buni qanday ko'paytirardik? Demak, buni bitta hadini uni hamma hadiga ko'paytiramiz va buni ham har bir hadini olib, har bir hadiga ko'paytirib chiqamiz. Masalan, x kira x, x kvadrat, x kira y, xy, minus a kira x, minus ax, minus a kira y, minus ay. Tushundik-a? Har bir kombinatsiyani ko'paytirib chiqamiz. Ya'ni har birini olib, buni har biriga ko'paytirib chiqamiz. Bu yerda boshqa ixchamlanmaydi, shuni o'zi, demak, natija bo'ladi. Ikkinchisida ham shunday. A kira n, demak qarang. Am, a kira minus n, minus an plus zm, ana minus zn. Bo'ldi, boshqa ixchamlanmaydi, shu natija. Agar ixchamlansa, ixchamlaymiz. Uchinchisi, demak, t kira b, ana tb, t kira 1 t plus sb, ana sb plus s. Bu. To'rtinchisi, demak, cx, ana cx minus cy, ana cy minus dx, dx. Bu ikkita minus endi plus bo'ladi. Plus dy, ana dy. Natija shu, ixchamlanmaydi boshqa. Beshinchisi, demak, a kira b, ab
a kare minus 3 minus 3a plus 2 kare b plus 2b 2 kare minus 3 minus 6. 6-si 4 kare 5 20. 4 kare c demak 4c minus b kare 5 minus 5b minus b ko'paytirilgan c minus bc. Davom etamiz. Xo'sh, 7-sidan boshlab d kare t demak dt d kare 5 5d minus 4t minus 20. 4 kare 5 minus 20. K kare 7 k 7k k kare minus d minus kd demak minus 6 kare 7 42. Bu yerda ikkita minus plus bo'ladi. Plus 6d. Plus 6d. 9-si x kare x kvadrat x kare 8 8x minus 7 kare x minus 7x minus 7 kare 8 minus 56. Endi bu yerda ixchamlanadi. Qaysi? 8x dan 7x ni ayiramiz mana bu yerda. Qolgan qismi ixchamlanmaydi. Ya'ni x kvadrat minus 56 turibdi x kvadrat minus 56 turibdi. 8x dan 7x ni ayirsak x bo'ladi. Mana bu natija demak. 10-si 9 kare y 9y plus 9 kare 5 45 minus x kare y minus xy minus x ko'paytirilgan 5 minus 5x. Bu ixchamlanmaydi. Shu natija o'zi. 11-si a kare 4a. E'tibor bering. Doim koeffitsient oldin yoziladi, keyin harfiy ifodalar keyin yoziladi. Agar bir nechta harfiy ifoda bo'lsa, mana bunday masalan alfavit tartibida yozish odat. Masalan, birinchi k keladi alfavitda, keyin d keladi. Lekin bu majburiy emas. Demak, a kare minus a kvadrat plus 6 kare 4 plus 24. Bu 6 kare minus a minus 6a. Ixchamlanadigan joyi bor. Ana minus 6 bilan 4a. Xo'sh, avval musbatini yozib olsak, chiroyliroq chiqadi. 24 ni yozib olamiz. Minus a keyin buni yozamiz. 4a dan 6a ni ayirsak minus 2a bo'ladi. Minus 2a keyin minus a kvadratni o'zani. 12-si 2 kare b 2b 2b 2 kare 3 6 minus b kare b minus b kvadrat minus b kare 3 minus 3b. Ixchamlanadigan joyi bor. Ana 2b bilan 3b. Demak, 6 ni birinchi yozdik. Musbat qismini 6. Demak, 2b dan 3b ni ayirsak minus b. Bu minus b kvadrat. Davom etamiz. 13-si. Demak, a kare a kvadrat a kare 3 3a plus 5 kare a 5a 5 kare 3 15. Ixchamlaymiz. Demak, a kvadratni o'zi 3a ga 5a ni qo'shsak 8a plus 15. 14-si x kare x kvadrat x kare 7 7x minus 2 kare x minus 2x minus 2 kare 7 minus 14. Demak, ixchamlaymiz. X kvadratni o'zi 7x dan 5x ni ayirsak 2x ni ayirsak 5x minus 14 ni o'zi. 15-si x kare x kvadrat x kare minus 11 demak minus 11x minus 9 kare x minus 9x minus 9 kare minus 11 ikkita minus plus bo'ladi 99. Ixchamlaymiz. Demak, x kvadratni o'zi minus 11x minus 9x ikkalasi ham manfiy qo'shiladi minus 20x bo'ladi plus 99 ni o'zi. 16-si demak y kare y kvadrat y kare minus 5 minus 5y 8 kare y plus 8y 8 kare minus 5 minus 40. Xo'sh, ixchamlaymiz. Y kvadratni o'zi minus 5y plus 8y. Demak, 8y dan 5y ni ayiramiz. Plus 3y. Minus 40 ni o'zini. Minus 40. 17 minus c ni ko'paytiramiz c ga minus c kvadrat. Minus c minus 7 ikkita minus bo'ldi. Plus bo'ladi. Plus 7c 7c 3 kare c plus 3c 3 kare minus 7 minus 21. Endi yozamiz. Demak, 7c ga 3c ni qo'shsak 10c. Bu yerda qaysi tartibda yozish ixtiyoriy. Bemalol birinchisini yozishimiz mumkin edi. Faqat birinchisi musbat bo'lsa chiroyliroq chiqqani uchun musbatni yozamiz. Aslida farqi yo'q o'rnida.
Xo'sh, 7c ga 3c ni qo'shsak 10c, keyin ayrildi, ya'ni 21 ayrilgan c kvadrat ana. 18-si minus c ga ko'paytiramiz minus 2c ni. Qarang, minus bilan minus plus bo'ladi, demak 2c kvadrat bo'ladi. Yozamiz 2c kvadrat. Minus c ko'paytirilgan 1, minus c ni o'zi. Minus 5 ko'paytirilgan minus 2c. 2 ta minus plus bo'ladi, 10 plus 10c. Mana 10c. Demak, minus 5 ko'paytirilgan 1, minus 5. Shamlaymiz, 2c kvadrat o'zi. Demak, minus c plus 10c. 10c dan bitta c ni ayiramiz-da. 9c va pluslik minus 5. Minus 5. Davom etamiz. Demak, 19-si 2a ko'paytirilgan 3a. 6a kvadrat. 6a kvadrat. 2 kere minus 7 minus 14a. 9 kere 3a plus 27a. 9 kere 7 minus 63. Ixchamlaymiz. 6a kvadratni o'zi minus 14a plus 27a. 27 dan 14 ni ayirsak 13a plus 13a minus 63 ni o'zini. Davom etamiz. 20-si minus 5a ko'paytirilgan minus 4a. 2 ta minus plus bo'ladi. 5 kere 4 20, a kere a kvadrat demak 20a kvadrat. Minus 5a ko'paytirilgan 5 bo'lsa minus 25a. Bir kere bo'lganidan keyin o'zini yozamiz. Demak, minus 4a plus 5. Minus 4a plus 5. Xo'sh, endi ixchamlaymiz. 20a kvadratni o'zi minus 25a minus 4a. Ikkalasi ham manfiy. Qo'shamiz. 20 minus 29a plus 5 bo'ladi. 21-si 5x ga 8x ni ko'paytirsak 5 kere 8 40, x kere x kvadrat 40x kvadrat. 5x ga qo'shamiz, ko'paytiramiz y ni 5xy. 5xy minus 9y ko'paytirilgan 8x. 9 kere 8 minus 72. E'tibor bering, bu yerda y ko'paytirilgan x, yx ham xy ham bir xil narsa. Faqat aytdik, alfavit tartibida yozsak yaxshiroq. Odatda alfavit tartibida yoziladi, lekin xohlagan tartibda yozsak ham farqi yo'q, bir xil hisoblanaveradi. Ya'ni xy va yx bir xil narsa. Ya'ni 5 kere 6 6 kere 5 degandayda. Bir xil bu narsa. Faqat koeffitsient standart shaklda koeffitsient oldin yoziladi. Oldin o'tganmiz. Birinchi yoziladi koeffitsient, keyin harfiy ifoda yoziladi. Bu harfiy ifoda agar alfavit tartibida yozilsa yaxshiroq. Masalan, x alfavitda y dan oldin keladi. Shunga x y yozamiz yoki a b da a oldin keladi b dan. Shu m n da m oldin keladi n dan. Xuddi shunday. Xo'sh, davom etamiz. Keyin minus 9y ko'paytirilgan y minus 9y kvadrat. Endi 40x kvadratni o'zi plus 5xy, e'tibor bering, ana boyagi narsa. Bu yerga ko'paytirganda 5xy edi, bu yerga ko'paytirganda-chi yx edi, lekin xy yozdik. Boya aytgan narsa, farqi yo'q bularni. Demak, 72 dan 5 ni ayiramiz, kattasidan kichigini ayiramiz, kattasining ishorasini qo'yamiz. 72 dan 5 ni ayirsak 67, kattasining ishorasi minus. Demak, minus 67 xy. Chunki nimaga ayirdik? Bittasi plus, bittasi minus bo'lganiga. Xo'sh, minus 9y kvadratni o'zi. Tugadi. 7-sinf algebra ko'p hadlarni ko'paytirish mavzusi. 9-bet 7-mashq. Shaklning yuzini toping deyapti. Mana bu birinchi shakl. Endi bu shaklning ana bu yuzini topish uchun yaxshisi ana bu to'rtburchakni to'liq yuzini topamizda, ana bu ikkita to'rtburchakni ayirib tashlaymiz. Tushundik-a? Chizish mumkinmi bu yerda? Ana shu bu ana to'rtburchakni to'liq to'rtburchakning yuzini topamizda, ana bu ikkita ana bu bilan ana buni ayirib tashlaymiz. Xo'sh, endi qarang. Buni bu 7x to'g'rimi? Bu tomoni qancha? 3 ta 2 ana bu qismlari 3 ta y, 6y bo'ladi. Ana bu 4y bilan ana bu qismi. Mana bu yerda ko'prikcha 4y bilan 10y bo'ldi. Qarang, 6y 4 bilan 10y, ana bilan 13y. Ana bu 3y bu. Demak, 7 kere 13y bo'ladi. 7x kere 13y. Ana shu katta to'rtburchakning yuzasi. Endi ana bu ikkita to'rtburchakning yuzasini ayirib tashlashimiz kerak. Bu 5x kere 3y 15 minus 15xy. Tushundik-a? Ana bu to'rtburchak. Buchi 5x kere 4y ekan. 5 kere 4 20 minus 20xy.
Endi 7 kere 13 91. Demak 91 eksi y bo'ladi bu. Ayrilgan. Bu minus 15 minus 20 ikkalasi birgalikda minus 35 y. Demak 91 dan 35 ni ayirsak 56 eksi y bo'ladi. Demak ana shu endi o'sha ruscha sh deylik. Ruscha sh shaklidagi shaklning yuzasi 56 eksi y ekan. Xo'sh, davom etamiz. Endi bu yerda ham xuddi shunday qilamiz ikkinchisida. Ya'ni chizib olaylik. Mana bu to'liq to'rtburchak deylik. Chiroyli chizish shart emas, tushunish uchun faqat. Mana. Ana shu to'rtburchakni yuzini birinchi topamizda, keyin nima qilamiz? Ana bu qismlarni ayirib tashlaymiz. Shunda osonroq bo'ladi, menimcha. Xo'sh, yana agar boshqacha usulda alohida topganlar bo'lsa, aytinglar. Boshqacha usul asonroq degan kommentda. Xo'sh, endi bu tomoniga qaraymiz. Demak, ana bu yeri 6a bo'lyaptimi? Ana bu yeri 3a bo'lyaptimi? Demak, 9a. Bunaqasiga 9a uzunligi. Ya'ni bu yeri ham 9a tushundik-a? To'g'ri burchak bu. 9a. Endi bunaqasini topishimiz kerak. Ana bu yerdan topsak osonroq ekan. Bu yeri 3b, ana bu qismi. Ana bu qismichi 3 taqsim 2, bu degani 1,5. Demak, 3 bilan bu 1,5 4,5. Demak, yozamiz qarang. 9a, mana 9a, 6a ga 3a ni qo'shdik, ko'paytirdik buni uzunasiga. Demak, 4,5 bu 3b, bu 1,5. 4,5b ni ko'paytirdik. Ana bu katta to'rtburchakning yuzasi bo'ldi. Endi 3x ni ayirib tashlashimiz kerak. Xo'sh. Endi qarang. Bu yerdan boshlaylik. Ana bu 3 taqsim 2, ya'ni 1,5b. Bu yeri a. Demak, 1,5b ga a ni ko'paytirsak 1,5ab. 1,5ab ni ayirib tashladik. Birinchisi ketdi. Bu yerdachi? Bu yerda endi qarang. Bunisi 1,5b. Bu yerini topishimiz kerak. Bu yerini qanday topamiz? Bu yerini topish uchun bu yer 9a ligini bilamiz, ana 6a, 3a. 9a dan ayiramiz. Ana bu yerda 4a ana bu qismi, bu yeri a 5a bo'ladi. Demak, ana bu yerdan bu yergacha 5a. 9a edi. 9a dan bu yerni ayirsak 5a ni 4a bo'ladi ana. 1,5b ko'paytirilgan 4a deb yozdik. Bu yerda ko'rinishda bu a bilan bu teng ko'rinishi mumkin, lekin asli teng emas. Qayerdan bilamiz? Chunki ana bu uzunasiga bu qismdan ana bu qismni ayirib tashladik. Ya'ni a va 4a 5a bo'ldi. 5a ni ayirib tashlasak 9a dan 4a qoldi. Demak, 4a ko'paytirilgan 1,5b ana. Xo'sh, bu x ketdi. Endi bu qoldi. Xo'sh, bunisi 3a ko'paytiramiz bunisi. Xo'sh, balandlik qanday ekan? Bu yer. Ana bu yeri 4,5b edi, to'g'rimi? 4,5b, ana 3b, bu 1,5b, 4,5b edi. 4,5b dan ana bu 1,5b ni ayiramiz. 1,5b ni ayirsak 3b qoladi. O'zi bu tengligi teng ekan. Endi lekin ko'ringanimizga ishonmasligimiz kerakda. Shunga hisob kitob bilan ishlashimiz kerak. Demak, 3b qoldi bu qismi. Ana bu qismi 2b. To'g'rimi? 3b dan 2b ni ayirsak b ekan. Demak, 3a ko'paytirilgan b 3ab bo'ldi ana. Qanaydi u? Ana bu. Minus 3ab. Xo'sh, ana endi hisoblaymiz. 9 kere 4,5. 9 kere 4,5 40,5b, 40,5ab, ana ab va 9 kere 4,5 40,5. Ayrilgan 1,5ab ni o'zi, ayrilgan 1,5 kere 4 6ab, ayrilgan 3ab, 3ab. Endi 40,5dan hammasi ab. Demak, o'xshash hadlar bular. Hammasini ayiramiz. 40,5 ni ayiramiz 1,5 ni. Keyin 1,5 ni ayirsak 39, 39 dan nima? 6 ni ayiramiz, to'g'ri. 39 dan 6 ni ayiramiz 33, 33 dan 3 ni ayiramiz 30ab qoladi. Demak, ana bu shakl, endi ana plyusga yaqin shakl 30ab ekan yuzasi. 7-sinf algebra ko'p hadlarni ko'paytirish mavzusi 49-bet 8-mashq. Algebrak ifodaning qiymatini toping deyapti. Mana bu yerda algebrak ifoda, buni avval ixchamlaymizda, keyin a ni joyiga necha bo'lsa o'shani qo'yamiz. Demak, 3 kare 8 bu qavsni ochish uchun har biriga ko'paytirib chiqishimiz kerak. 3 kare 8a 24a bo'ladi. 3 kare 7 21. Minus 9 kere 3a minus 27a, minus 9 kere minus 1, 2 ta minus plus bo'ladi, demak 9 bo'ladi. Xo'sh, 20 endi ixchamlaymiz. 24a
Bu yerda -27a, demak 24adan 27ni ayirsak -3a bo'ladi. 21 ga 9 ni qo'shsak +30 bo'ladi. Endi ana ixchamlangan holati shu -3a +30 ekan. A nimaga teng endi? -2 ga teng. -2 ni qo'ysak bu yerga -2 karra -3, 2 ta minus plus bo'ladi, 2 ta 3 6 dana bo'ladi. 30 ni o'zi 6 ga 30 ni qo'shsak 36 bo'ladi. Davom etamiz. Ikkinchisi -2 karra 3a -6a -2 karra -7, 2 ta minus plus bo'ladi, 2 karra 7 14 +14 plus 4 karra 5a 20 plus 20a bo'ladi. 4 karra -8 -32 bo'ladi. Endi bu yerda 20a bor, -6a bor. 20adan 6ani ayirsak 14a qoladi. Endi bu yerda 14a bor, -32. Demak, bu plus, bu minus. Demak, ayiramiz. Kattasidan kichigini ayirib, kattasini ishorasini qo'yiladi. 32dan 14ni ayiramiz 18, kattasini ishorasi minus. Demak, -18. Endi bu ixchamlangan holatda a nimaga teng edi? -1 ga yozamiz. Demak, ko'paytirsak 14 karra -1 -14 bo'ladi. -18 ni o'zi. Endi -14 -18 ikkalasi ham manfiymi? Demak, qo'shamiz. 14 ga 18 ni qo'shsak 32 manfiy -32 bo'ladi. Xo'sh, uchinchisi 6 karra -2a -12a bo'ladi. 6 karra 9 plus 54. -7 karra 3a -21a -7 karra -9, 2 ta minus plus bo'ladi. 7 karra 9 63 plus 63. Endi ixchamlaymiz. -21a -12a ikkalasi ham manfiy, qo'shamiz -33a bo'ladi. Plus 54 plus 63 ikkalasi ham musbat, qo'shamiz plus 117. Endi bu ixchamlangan holatga keldi. A nimaga teng edi? 3 ga. Demak, 3 ga ko'paytirsak -33 ni -99 bo'ladi. Plus 117. Demak, 99 da 100 bo'lish uchun bitta kam, mana 100 ketsa 17, birini qo'shamiz 18. Demak, ya'ni 117 dan 99 ni ayiramiz-da, 18. To'rtinchisi 5a ni ko'paytiramiz 4a ga, 5a ni kvadratini. 4 karra 5 20, a kvadrat karra a kub bo'ladi. Asoslar bir xil, darajalar qo'shiladi. Demak, 20a kub bo'ladi. Ayrilgan 5 karra 3 15a kvadratini. 15a kvadrat minus 7a kvadratni 2a ga ko'paytirsak 2 karra 7, demak -14. A kvadrat karra a kub bo'ladi. Minus 7a kvadratni 1 ga ko'paytirsak o'zi -7a kvadrat. Endi ixchamlaymiz. 20a kub bu yerda, -14a kub bu yerda. Demak, 20 dan 14 ni ayirsak 6a kub. Bu yerda-chi -15a kvadrat -7a kvadrat. Ikkalasi ham manfiy, qo'shamiz 15 ga 7 -22a kvadrat. Endi joyiga qo'yamiz. A nimaga teng edi? 2 ga. 2 ning kubi nima? 8. Demak, 6 karra 8 ayrilgan 22 karra 2 ning kvadrati 4. Mana 22 karra 4. 6 karra 8 48 ayrilgan 22 karra 4 88. 48 dan 88 ni ayirsak -40 bo'ladi. Obuna bo'lamiz, like bosamiz. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosamiz va Telegram kanaliga a'zo bo'lamiz.